Chiqilgana qara buni. Mana kov. Yana 1,5 metr kovlana. Baliq chiqmaydi yerga. Prezidentim yana yangi qonun chiqardi-ku. Baliqchilikni rivojlantirishga kredit ham ajrataman degandik-ku. Necha metr billa bo'lib ketdi bu? 5,5 metr chuqurlikda kovlayman. Sen 5,5 metr kovlab yetdan buni bo'lsa qayta qutulasan keyin. Joy tashab qo'ring edi. Ha? Joy tashab qo'ring. Qayta qutulasan. Meni uyimda qutulib bering, yorganingizni to'lab bering. Sen yorilganini ko'rsatib ber menga. Videosi bor-ku, Instagramga kiring, shunday qaraysiz, videoda dalbit qilib yopdi ustangiz. Darillatib, betonim dalbit qilib yopdi. Bo'ldi, shuni qoplab bering, bo'ldi. Luboy tashkilot kelsa aytaman. Men betonimni yorganman. Ahvol mana shunday. Sen billa qurding-ku meni, billa qurding-ku. Dalbit qilib yotgan vaqtingiz birinchi etaj bitgan. Qayerda birinchi etaj bitgandi? Sen beton qurib yotding-ku. Kirib ko'ring, tag'in. Aka, sizga qaysi tashkilot kelmadi meniki savolga? Buni bilib Aka, gaplashib olaylik, videoga olurasiz keyin.